أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فإنك درسمزنا في مسيح الإسلام بريء من صراع الطبقات. İslam tabiqalar kurashidan, yoki bizning diyarimizda buni sinifiy kurash deb qo'ydik. Sinifiy kurash tashilishdan farqdir. Bunga hech qanday munosabati yo'q. Islomda unda deydigan gap yo'q demoqchi. Bu kommunistlarningki materializmchilarning tarixiy muqarrarlik nazariyasi bilan kirib chiqqan kashilar bor. Shu paydo qilib olgan kashilar. Sinifiy kurashda burun hamma oilaning tarkibini bir sinfga ayirdi. Pomishek, boy, kambag'al, o'ttira, dehqon, tuvanni dehqon deydigan 5 sinf ayirdi. Innalloha taala haddada sulata baynal muslimi val muslim. Allah subhanahu wa taala musulmon bilan musulmon qarindoshi o'rtasidagi munosabatni belgilab mushundoq dedi. Innamal mu'minuna ikhwa. Haqiqatan mu'minlar qarindoshlardir. O'rtadagi munosabat qarindosh munosabatidir. Va hadhihi al-ukhuwatu bada'a yunaffiduha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu qarindoshlik prinsipini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amaliy tatbiqlab boshlaganlar. Li awwal ahdi bir risalati islamiyya. Dastlab payg'ambar bo'lishi bilan mushuni amaliy tatbiqlab boshlayotgan. Li awwal ahdi degan dastlab qilib mushu islom payg'ambarligi kelgan chaqdan tortib demoqchi. Vastamarra yatahaddathu anha kullama sanahat al-fursatu tilata hayati. Umr bo'yi, tilata hayati, umr bo'yi kullama sanahat al-fursa, fursat yarib bergan chaqlan bo'ladigan, fursat bo'lsalam degan, sanaha degan fursat uchirsa, fursat yarib bersa degan. Umr bo'yi fursat yarib bersalam, fursat kelib qolsalam, mush qarindoshlikdan so'zlab turdi. ومن أحاديث الشريفة التي تعتبر دررا في المعاني السامية للأخلاق. أخلاق ننك يقر مرتبلك مزمون لردا انشي مرجان يتبلندغان إسل حديثلرنن جملسدن مشنده bir hadisin var. Durar yani انشي مروايت ki. Durratun bir tal مروايت durra deymiz. قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان radiyallahu anhuma. Şeyhan kim? Bukhari ve Müslim. Yani bu hadis istilahında Şeyhan, Bukhari ve Müslim. Demek bu hadis muttefakun aleyhi hadis ki. An Enes radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Birinlar karindişiga özüge yaqtığan narsini yaqtılığıça kamil mümin bulmaydı. Ve fîmâ ravâhu şeyhân an ibn Ömer radiyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Yana muttefakun aleyhi hadisten bir sakin. Bukhari ve Müslim rivayet hadiste İbn Ömer radiyallahu anhuma'dan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl. El muslimu akul muslim. Resulullah sallallahu qarindoshlik prinsipini muayyanlashtirib bizlar etgan. El muslimu akul muslim. Müslüman Müslümanning qarindoshidir. La yazlimuhu. Bunga zulm sanmaydi, zulm sanmaydi, zulm sanması kerak degan ma'noda. Va la yuslimuhu. Uni halokatga tashlab qo'ymaydi. Yoki dushmanga topshirib qo'ymaydi. Degan bo'ldi. Yuslimu deganmi? Yordam qilmay tashlatmaydi degan gap misol. Aslamagan. Demak, halokatga shu dushmanga topshirib qo'ysimi, dushman aloq qiladi uni. Va man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kimiki musulmon qarindoshininki hajatida xizmat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uning hajatida bo'ladi. Va man farraja an muslimin kurbatan farrajallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Kimiki bir musulmon qarindoshidan bir kulfatni ko'tarib etsa, kurba degan g'am, qayg'u, kulfat, beshakalgan shunday kun, ashuni yengillatib ko'tarib etsa, ash musulmonni xalos qilib qo'ysa, Alloh taolo uning boshidan qiyomat kunidagi kulfatlardan birini ko'tarib o'tadi.
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kimiki bir Müslüman kardeşini resva qilmay, uning aybini yushirib, yo'gab qo'ysa, Alloh taolo qiyomat kuni butun xalq oldida osh kishini resva qilmay yo'gab qo'ydi. Sataragan gapdi, tasqon Sataragan perdegan. Ha, shu yo'gashni farraja degan nima bo'ldi? Faraj degan bu bir kamani bildirdi. Hammasi mushun setsiz narsa. Faraj degan biz hozir chiqolmay bir yer so'linib qoldik. Xuddi g'arga chiqib qolgan kishilar Bundan tafrisda qatım azazdan bu kama açıldı. Ama şu kamadan biz çıkıp gideriz onda. Çıkıp gittiğimiz gam kaygıdan halas olmaz. Şunu demek için. Şuna öğretmeme ayol kişinin olsun, er kişinin öğretmeme neyemez? Faraj olsa kurtuluş çıkış eğizi diyen buldu. Aslında fark var. Size var mı? Obdan dikkat kılsanlar. Faraj diyen kurtuluş. Çıkış yol ulaş diyenge. İmam Ahmet yapınca al-Musab'da Furuj'dan Faraj. Ve suddul Faraj. Faraj yine boşlukla. Yani arlık kalgan kamayağını tılıklap tutaştıranlar yani. Kırbıya yamanlar. Gam kaygı, külpet, beşik kalgan gün. Müşürler. Al-Faraj şu an ayol kişinin olsun, erkişinin olsun öğretir. Erkişinin gibi mışıldı da. Çünkü erkişinin gibi şu, öğretinin şu bir kama bayanı. Hadislerde şu erkişinin gibi mışıldı. Faraj yani. إنه أحسن الفرج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج فروجهم demek bu qarindoshlik munosabati nihoyat muhim bir munosabat. Musulmon qarindoshidan bir g'amni xalos qilib qo'yish degan buning fazilati intayin yuqori. وفيما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال El-Muslimu akul-Muslim. Bayattan hadisdan da başlık kılıngan rivayetim var. Tirmizidikisi. Ama Bukhari ve Müslim rivayet kılgan hadisler. Tirmizi'nin rivayeti de El-Muslimu akul-Muslim. Müslümanın kardeşidir. La yakunuhu. Onunla hıyanet kılmaydı. Ve la yekzibuhu. Onunla yalgan yapmaydı. Ve la yakdulu. Ve la yakdulu diyen ve la Müslüman diyen bu okşak. Ben kat yardımga ihtiyacım bunu kutlusiken deptuğa vaktinde yardım kılmay kesse kadarlayın. Yardımsız taşlatmaydı deyin. Kullul muslimi alel muslim haram. Müslümanın bütün hemen narsa yani bir Müslümana yani tecavüz kılışı karta haramdır deydi. Mesela erduhu tatnusun. Tatnusun'a tecavüz kılınmaydı. Tatnus doğru İslam'a o doğruda kalaymaktan gel kılışın bulmaydı. Ve maluhu mal mülkine yürüyüşte, oğuluşta koyutuşu bulmaydı. Ve demuhu bunu urup ya ki kanını tökep ve ütürüt kılışu bulmaydı. Et-takva ha-huna ve eşara ila sadri. Et-takva ha-huna, et-takva ha-huna, et-takva ha-huna. Bazı rivayette şu katım oyunda kıldı. Yani takvadarlık bana müşahede. Bunun diyen gelmem takvadarlık müşahede digine. Ya bir takva mı ya sen pas mı ona? Pek kalbinin işi sen bilinmeye kalsa diyen buluşu mümkün. Ya ki yukarıdaki aslında tecavüz kılmaslık takvadarlıkın cümlesi. Şu kalpki takvadarlıkın müstakazası demek olur. Bihasbi imri'in mineşşerri en yahkira ahahul muslim. Bir insanga yamanlıktan aşk kişini veyran kılışka, halaketke, yoluqtırışka, küfayıqlığa yeterlik nasi nima desa musulmon qarindishini shunday haqoratlab qo'yishi bo'ldi buningga yomonlikdan oladigan nasibasi jihatda yetarli shuni tetiydi demakchi ya'ni o'zini vayron qilishda yetarli shu demak ya'ni musulmon qarindosh qanday haqoratlaydi tillishi mumkin har xil laqam qo'yishi mumkin silkib o'tishi mumkin ayb nuqsonlarni so'zlashi mumkin masxara qilishi mumkin zangli qilishi mumkin va yastafidu rasululloh sallallohu alayhi vasallam فيما ينبثق عن معاني الأخوة فيقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنداشlık mezmunlardan, ma'nilardan mında etilib chiqqan, yanbatir degan etilib chiqishdi. Etilib chiqqan mezmunlar haqida texmi kangre to'xtalib mında deydi. Estafid degan kangre yeyib so'zlar degan ma'noda. Uzun to'xtaldi deganlik mazmun. Nimdapto fima rawash shaykhan an abi Musa radhiyallohu anhu. Shaykhan kimdir o? Buxoriy va Muslim. Sahihinda muttafaqun alayhi hadisken.
Ebu Musa radıyallahu anhu'dan rivayet etti. Bu hadiste Resulullah'ın da diyen el mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da. Mü'minge nispeten birbirine yem tutup unda çındap tuğan bir bina o'xshash. Yani tamlardagi qishlar bir-biriga yem bo'lib, ching tursa, shu binoda mustahkam bo'ldi-ku. Demak, shu mazmut bo'lgan bir binoning qishlariga o'xshash demak. Innalloha yuhibbul-ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shunga o'xshash. Wa yaqulu fima rawahu ash-shaykhan an an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, nima uchun yada radiyallahu anhuma dedi? Dadisimi o'zimi sahaba bo'lganlikdan. Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma degan diqqat qiling. Ibn Umar katta anhuma dedi. Abdullah mo, Umar mo ishkirse, atbal sahaba. Nu'man ibn Bashir atbal sahaba. Abu Musa degan chog'da Abu Musa o'zini dedi, radiyallahu anhu dedi. Bu hadisda Rasululloh bunday aytgan. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. مثل الجسد سيمض إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلم Allah'ın özara mehir şefkat, köyünüş, tavad diyen köyünüşlere, dostlukta köyünüşe diyendik. Tarahım diyen özara mehir şefkat buluşu, taatuf diyen bu özara rahim şefkatlik diyen. Özara mı da köyünüş, mehir şefkatlik buluşu da Müslümanların misali xuddi bir cisim, bir bedenning şunun misali o'xshaydi. İdeshtaka min udwun, u bedendagi birer a'zo, birer darddan shikoyat qilsa, og'rib qolsa masalan, tada'a lahu sa'irul jasad. Bedenning boshqa butun a'zolari, sa'ir degan boshqa qolgan a'zolari, baqli jasad degandek. Boshqa hammasi o'ysiz bo'langlar, ani qutqizli degan tariqada ashunda oldiraydi, bir-birini chaqirishi. Oy bol, siz bol, nimani qutqizdi degandek. Hamdamga berishqa bir-birini chaqirishib oldirishdi deganman. Tada'alahu. Yoki hammasi tanshi qiladi degan ma'noda bo'ldi. Bis sahri wal humma. Sahr degan uyqusizlik, kecha uxlamasa sahr. Man talabal ula sahara al-layali. Sizlikni talab qilganlar kechida endi uyquni tashlaydi. Uyquni tashlagan chog'da undan bir narsani vujud chiqaradi. Wal humma bu qizitma. Mesela kişilerin geri ağırıp kalsın olurdu. Kızıydıran ya. Çoğun adamın bir ağırıp kalsa kızıp gidiyordu. Demek aşağı bütün beden azaları her bir alıp kıyarlığına alamıza. Allahu Ekber. Himad senin buldu. Şeklenger ağrını diyendek ha. Ela inna li kulli melikin hima ve himallahi maharimuh. İnne silatal muslimine صلة حب ومودة ورحمة وتعاطف. Müslümanların özara birbiriga bo'lgan munosabati, sevgi, kuyinish, do'stlik, özara munosabat qilish munosabatidir. Va laysa fiha min qurbin aw min bu'din sira'u tabaqatin aw hasun ala sira'in. U munosabatda Müslümanların özara bo'lgan munosabatida ya yaqindan ya yiroqdan fakat zade sinipi kurash degan narsa yo'q. Tabiqalar kurashi, sinipi kurash degan narsa qat'iy yo'q. Aw hasun ala sira. Yoki qanday bir xil kurash qilishdan bir-birlar haflash aytishga bir xil targ'ib qilishmi yo'q. Bu faqatlam mush kommunistlarning, materializmchilarning tarixiy muqarrarlik yoki dialekt falsafasi keltirib chiqargan kashilar. Bu keltirib chiqadi kashilni. Ondan u kashilar axlatanda uçup bo'ldi. Hozir u gapni endi hammadan xaloslab, u nimaga aylandi? U bunda tarixda o'qilgan bir mujizxondagi narsa aylanib qoldi. Innaha risalatu rahmatin fi asbabiha va ususiha. Haqiqatan bu, yani islom nimadan iborat? Asosida olsun yoki uning jarayoniga turli sabablarda olsun, bu rahim shafqat elchiligi bu risala. Yani Resulullah'ın elçiliği desek mesela bu rahmet elçiliği. Ve ma erselnâke illa rahmeten lil âlemin. İnnemâ ente rahmetun muhda. Ve risaletu rahmetin fi ehdâfiha ve gâyatiha. Ve onun közlügen maksat nişanı, gayesi
ko'zlagan g'oyasimi rahim shafqat risolasi, ya'ni payg'ambarligi yoki vazifasi degandek, ha? Yaqash payg'ambarlik nimaki? Inna risolati rahmat. Rasulullohning payg'ambarligi, rahim shafqat payg'ambarligi bu. Fahal tara fi jawr rahmati mawdi'an lisra' tabaqat. Buningdan butun g'oya, nishon hammasi rahim shafqat bo'lganlik uchun, rahim shafqat muhitida, havosida sinifiy kurashga bir o'rin chiqadiganligini ko'ra olamsan. Uning o'rni yo'q faqat. Chunki bu taraflar o'tirib kurashgan rahim shafqat o'zaro mehr shafqat ko'ynashga zid narsa bu. Inna mabda sira' tabaqat yata'aradu ta'arudan tamman ma'a mabadi'il islam. Haqiqatan sinifiy kurash prinsipi degan islom prinsiplari bilan butunlay qarama-qarshi zid kelib qoladi. Mabadi degan prinsiplar. وإن المذهب الذي يقوم على بعث الحقد والكراهية في نفوس العمال ضد أصحاب المشاريع işçiler buradan işçilikhalların gazını işçilikhalların konuda bayla karxançılara karşı ölçmelilik zaharxandilikni paydo qiladigan bunda bir iqim mazhab burun pomishkdab baylarga arjab ekanchi shu ashab-ul mashari'a degan karxanchilar baylar iqtisodlik kishilarni demoqchi. Va fi nufusil ummiyina diddul mutaqqafin yana ziyolilar qarshi qaraqo'saq savodsizlarning ko'nglida shu o'chmanlik paydo qildi. Madina inqilobimi qadolda ziyolilarni shu so'rab chiqib azavadi shu maynat inqilobi deb qo'ydi. Mutaqqafin ziyolilar. Va fi nafsi kulli khamilin diddun nabihin. Nabih degan haqli tonilgan, uni nomi chiqqan kishilar. Nomi chiqqan haqli tonilgan kishilarga qarshi qayn yo'qmi shunda kimligi noma'lum kishilarning ko'nglida bir xil o'chmanlik paydo qildi. Xamil degan nom nishonsiz hech kim tanmaydigan kishilar. Va fi nufusil atilina diddul amilin. Ishlaydiganlarga qarta bu ishsizlarning ko'nglida o'chmanlik paydo qildi. والمذهب الذي يثير اضطرابا في جو العمل yana mushu ish muhitida qalaymiqanchilik qo'zg'aydigan bu iqim va fi jawi talaba o'quvchilarning muhitidami qalaymiqanchilik paydo qiladigan va fi jawi niqobat degan uyushmalar har turli uyushmalardami qalaymiqanchilik paydo qiladigan bunda iqim innama huwa madhhabun yata'aradu jizriyan ma'al jawi al-islami bu islom muhit bilan tutun zikildigan iqimdir deb. Yani bu materiallarınçı mezhebini demekçe cedriyen degan tutun, tegidin, yıltızdin. Ve yeta'aradu cedriyen ma maslahatil vatan. Vatanning manfaati bilan mı tutun qarama-qarshi kelib qoladi. Çünkü bu bir vatanning avlodlarini aslında bir-biriga qarshi qilib qo'yishga vatan güzellik. Burun qilmoqda shu ota-onasini so'rab chiqib Fipan qilgan o'g'illi bo'libdi. Buni pash qilmaymiz deb o'sha kommunistlar avangard yosh o'smirlar sifatida demak shu butun jamiyatning tabaqalarini turli kishilarni bir-biriga qarama-qarshi qilib bunda kurashib qo'ygan gapda bu. Va ma'a hadhihi al-badahiyat fil jaw al-islami al-islam muhitidagi mushunda o'ziga ma'lum aniq narsalar turg'liq deydi. Badahiyat ham o'ziga ma'lum aniq narsalar. Mantıqda badayiyat, tasavvurat, tasdiqat deymiz. Badayi degan uni puqishqa bo'lsa boshqa bir isbotlash kerak emas, hammaga ayon aniq narsa. Uyg'urchaning badiiy deydiganda. Mushunda aniq nima turug'liq islomimizda tayno la budda min bayan haqiqatin safiratin ya haqiqatul jihad min ajli ruqab al-mujtama. Shunda yana jamiyatning taraqqiyoti uchun jihad qilish haqiqatidan iborat bo'lgan uch bir haqiqatni biz aniq bayon qilmasak bo'lmaydi. Ruqa degan taraqqiyot. Yaqululloh taala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkari va tu'minuna billah. Sizlar butun insoniyatga chiqarilgan eng afzal ummatsizlar. Nima uchun afzal bu ummat desa, ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Yaxshilik buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan. Yana uning ustiga taqa va tu'minuna billah. Yaxshilik buyurib, yomonlik to'sash. Bunda bu insonchilik uchun, bu insonning xayrlik uchun deb
bunda bir to'sab qo'yash, bunda bir buyurish emas, iymoniy asosdan qo'zg'algan amr ma'ruf nahy munkar ma'ruf. Yani tafsilat Allohga ishonishlar dedi. Va min awsafil mu'minin, mu'minlarning sifatlaridan qanday sifat bor desa, al-amiruna bil ma'ruf va nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Amr ma'ruf qiladigan, nahy munkar qiladigan va Allohning belgilagan chek-chegarasiga rioya qiladiganlar deb sifatlangan. Wa ahadithu Rasulillah sallallohu alayhi vasallam fi zalika kathiratun mawfura. Rasulullohning hadislari bu shaxta intan ko'p va to'liq dedi. Qaysi masala amr ma'ruf nahy munkar qilish. Naktafi min hadha al-hadith al-sharif al-tali. Tuandiki shu bir hadis sharif bilan kifoya qilmaydi. Buning misollari va ko'p bu masala. An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu فيما أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. من دين إلغير الله تعالى قندق بر أمتك بر پیغمبر إواتكن بوسا çokum onun öz ümmetinden yardımcıları, hemdemçileri ve sahabeleri bulup dedi. Havariyun diyen yardımcı, hemdemçi diyen bu. Kur'an-ı Kerim'den bağı ve qala İsa el-havariyin. Tamam? Qala el-havariyuna nahnu ansarullah. Ve şu ansar ne? Havariyiz. Resulullah'ın havarisi kimde? Sahaba diyen bu umum şu Resulullah'la billah etrafda oluşup yaşap talim alganlar sahaba. Yani bunun içinde havarisi var. Şu yerde havari ve ashab dedi. Resulullah'ımızda her bir peygamberinin bir havarisi oldu. Benim havarim Zübeyir ibn al-Avvam ve ashabına. Havarinin ayrımında da, ashabına ayrımında da sahabeler var, yani havariler var. Bu havariyle, ashabla qanday qiladi? Ya'khuduna bi sunnatihi. Aşı peygamberinin yolunu tutmalıdır. Ve yaktaduna bi emrihi. Buyruq farmanlarına erişmelidir. Summa innehu takhallafa min ba'dihim khulufun. Ondan keyin ma'lum muddat o'tgandan keyin sahoba havoriyning zamoni o'tgandan keyin qanday bo'ladi? Ulardan keyin nachar bir avlod keladi dedi. Xuluf degan nachar avlod. Qur'on Karim bog'i faqalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Khalfun ashulardan keyin nachar bir avlod keldi dedi. Bu nachar avlod qanday qildi? Adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat. Namaz diyen narsim yok. Özünün aşağı ayağısının erişidiğen, çıkışı uxlaydiğen, ders kelmeydiğen. Bunda avlad oldu. Bunu qanday oldu? Fasawfa yalqawna ghayya. Cehennemdeki gay diyen aşağı düşer oldu dedi. Dikkat kılınmaz. İlla men tabi. Tövbe kılsa, tövbesi kabul oldu elbette. Şu half, hulub, mufrad ve cem'a. Naçar avladla kelgen dedi ondan keyin. Bu nachar avlodlar qanday bo'ldi ekan? Yaquluna ma la yaf'alun. O'z qilmaydigan ishni bunda deb davron solib yuradigan. Va yaf'aluna ma la yu'marun. Buyurmagan boshqa ishni qilib yuradigan. Ashunda nachar bir avlod keladi dedi. Faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min. Shunga ashularga qarshi qo'li bilan jihad qilsa, qarshilik bildirsa, taqobil qilsa, bu mümindir dedi. Ve men cahadahum bilisani fe huve mu'min. Kimiki ulağa tili bilen takabül tutsa o mümin. Ve men cahadahum bi kalbihi fe huve mu'min. Yani bu her adamın ahvalı karıştı. Bir başlık varken ya kazi ya bir hakim bular. Bu ayında osal adamı gören çağda küçüyle tutup bunu solap edeplap mümkünse bu küçüyle mümkün buldu. Bir şahsiga bunda bir uzun gap qolsa, unda hakim yo'q, kelini yo'q. Uzun gap qolsa, uzun kelgan chog'da bir bulanmasa qo'li bilan ifoda bildiribdi. Umumayli deydi. Endi ulamolar, yozuvchilar, tashviqotchilar bu til orqali so'zlab taqobil turibdi. Endi uni qilolmaydigan, buni qilolmaydigan bechora bir odam bo'lsa, ko'ngilda norozilik bildirib, deb tishlab uni norozilik bildirsa, bu mu'min. Laysa wara zalika min al-iman habbatu khardal. Umuman qadamda iymondan bir kichik dani silakan hech nima qilmaydi. Ya'ni qalbida norozi bo'lsa, bu kufr, ashuna ma'siyat asnasiga rozi bo'lgan bo'ldi. Bunda bir xil Alloh uchun sevish, Alloh uchun nafrat, muhabbat, nafrat degan narsa yo'q bo'ldi. Undan keyin mu'min emas degan gap.
Hem yamayışlı koyga vaktida to'sash kerak. Şu to'sashdan da ajisilda shariatda ayrim adab qoidalar bor. Buni rioya qilish kerak. Masalan, chapxona adalarida ko'zni qarib qilsa bo'lmaydi. Hozir jamiyatda shunda to'sig'ashda shunday ishlar bor. Endi to'sash uchun sen buni bilishing kerak. Bu to'sig'a ishmi emasligini balki to'smaydigan ish bo'lishi mumkin. Sen to'smaydigan ishni to'sig'a ishda uqmay to'sang bo'lmaydi. Demak, hammasiniki qoidasi bor. Adab qoida rioya qilgan holda undan to'simiz endi ma'noga. Hem chiroyli shaklda ba'zi to'sqan chaqimda chiroyli gap bilan oy bunda qilma desa to'sib ketgan bo'lsa qo'llar nima qilish kerak deb bir gap so'zma gachchi sata qilmaydi. To'xtaydigan bo'lib qolsa, kim bunda qilmanglar desa qilmaydigan bo'lsa qo'l ishlatishajasizmi? Endi uch kunda gap qilibmi nima qilmaydigan hol jur'at qilmaydigan bunda bir ahvol bo'lsa bechora musulmonlar da qarab bunda ko'ngil norozi va deb chirkatsa u mo'min. Bunun ya ifade bildirse işler kötüdür. Hem adamdan ki onda ahvalı okşaş emas. Buna imamlı var, ulemalı var. Bulandın meselenin mıkıgan çağda, alıklık kelgen çağda, bu ülkede kalbide bulunan da şirketi bulmaydı. En ifadesini bildiriş gerek. Ama aval kalkılıp karşı, o anda başlık desin, o yüzden. Çünkü hem adamdan ahvalı okşaş emas. Kalbde naraz oluşun imanın aciziyle tercihlerine. Şu en aciz şu. En aciz derece mi şu? Çünkü ahirde geldi o. Ahirde geldi. Bu anda ilgiri gitti mi, kolda özgerken, tilde özgerken mi, kalbide narazılık bulaş başında. En tüyüne kalbide, en uğraşı. Yani çıkamazsan, tilde özgertiş konsa, bu takımı yukarı parlarsa, kolda özgertiş bu takımı yukarı parlarsa. Lekin şimdi ise kalbide narazılık var. Eğer kalbide narazılık olmasa bunu tüketsin. Mesela namazlık var, roza tutup zakat verip başka bir işliğe narazılık var diyeyim sen de oluyor. Öyle bir yapar mı? Şunda. Mesela birisinin şundan namaz okudu ki. Hırsızlık ibadetini kıldı ki. Ondan aşında Allah'ın hududu tecavüz kılıngan, arak şarap içken, cezana, onundan başka her türlü zina, fahişe, muşunda işini koygan çalıp, onunla hiç kanda çoğaldığının narazılığı yok. Her vakıma yürse, hem onda kılma da imkanı batırıp tosmasa, bu adamın imanında mesele var denge. Çünkü meyada, mağazının kayısı siyahta ekeldi hazır, İslam'ın kırındaşlıkımızda. Ağasının kırındışın. Kırındışı sen abi merişakkat, uzağa koyunup, ona ama yolda mayangırak tatip, uzak çıkatmışsında kuyuduşun gerek deyin yaptın keldim abi. Nağın ki imanında mesele var denge. Gayri Müslümanlar hacı olamazken, Arapça olsa, onu tutsaç bizim mecburiyetimiz emezdi. Ya onu olmaz çıkalım. İslam teşvikat var, bizim mecburiyetimiz var. İslam teşvikat var, bir fırsat imkanı olsa. Eğer oturup paranlaşıp, sırayla gap koyuş fırsatı olsa, mekteplik sabaktaşlar ya başka cemiyetken mümkün. Eğer ondan konuşup otursak, çoğun bir gazetçi daha şey olsa, karayımız. Bundan da şu, İslam'ın hakikatini düşündürüp koyalım. Varak şarap bu neticeli mesele. Çünkü kafirlik nispeten o işin neticeli yapın. Hâzel cihadu huve cihadul hakkı fi muvacihatul batıl. Demek bu şu bir cihadın bir türendi. Emir ma'ruf qilish degan. Shunga jihadning eng yuqori martabadagi zalim hokimning huzurida qilingan haqqiyati. Tajgidni qiladigan odam yuqori martabalik mujohid. Huwa jihadul haqq fi muwajahatil batil. Demak, haq bilan batilning qarama-qarshilik ko'rishishidagi bir jihad bu. Ya'ni emir ma'ruf qilish jihad. Va huwa jihadul khayri fi muwajahatil ash-shar. Bu yaxshilikning yomonlikqa taqabul turishigi bir jihad. O cihadul fadilati fi muvajahatir razila. Fazilat bilan rezillik qarshisidagi fazilatning ko'rishi. Innahu jihadun fi majalil aqida. Bu bo'lsa aqida sohasidagi bir kurash. O cihadun fi majalil axloq. Axloq sohasidagi bir kurash. O cihadun fi majalit tashri'. Qonun bekitish ishlardami bir xil jihad bu. Wa jihadun fi majalin nizamul mujtama'. Jamiyat tuzumi sahalardami ilpirilgan bir xil kurash bu. Ve cihadun li tenfizil İslami cümleten ve tafsilan. Yani bu emr-i ma'ruf diyen İslam'ni hem umumyüzlük hem tefsili şahsi nımılda tefsili aldımı icra kılış için elip verilgan cihaddir. İnnehu cihadun yu'abbiru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anı temessükü bihi bi kavlihil khalid. Başını çın tutuş hakkında
Rasulullah muşu mengü qalğan muşu sözü arqılı ifadelengan bir xil jihad bo'ladi. Vallahi law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah aw ahlika dunahu. Rasulullah Mekke'de peygamberlik qilib islom da'vatini tarqatgandan keyin, islom tashviqot qilgandan keyin bular turli tekliflarni berib Rasulullahning o'sha islom tashviqotini yaltaytmoqchi bo'lgan. Xohlasang, eng chiroyli qizni pirla, seni bizga podshoh qilib qo'ydi, bundoq qilib qo'ydi, bundoq qilib qo'ydi deb hamma taklifni bergan chaqda Rasulullah shundaganda Alloh bilan qasamki, navoda quyoshni o'ng tarafimda, oyni so'l tarafimda qo'yib, mush ishni, ya'ni islom tashviqoti, mush ishni tashlashni talab qilib qolsa, ya'ni ma ishni tashlagan, quyoshni o'ng tarafimda, oyni so'l tarafimda qilib birla, ya'ni sana ash hamma degan narsani birla demoqchi. Mush shart bilan munda qilib turgan ish bo'lsa-mu, ma taraktuhu. Uni hargiz tashlamagan bo'ladi. Ularga oyni so'l tarafida, kunning o'ng tarafida qo'yolmaydi. Navoda mubada degandek. Lawgan nimita? Harfim tuna, limtina. Harfim tuna, limtina deymiz. Imtina bo'lganlikdan imtina bo'lgan ashin bildirgan. Ya'ni o oylan kunni ikki tarafga qo'yishmi mumtana, Rasulullohning ma'sini tashlashmi mumtana. Osmondagi oyni appasami manda qilmayman deymizga. Hatta yuzhiralloh, taki Alloh taolo uni hukmron qilgan qadar tashlamay o'rindaymaydi. Amniyatda ras Alloh taolo bu dinni hukmron qilgan qadar Rasululloh o'sha dinni yetkizdi, ondan vojibini ado qilib, ondan vafot etdi. Sallallohu alayhi vasallam. Mishadan hukmron qildi deymiz. Aw ahlika dunahu. Yoki mush yo'lda o'lsam o'laman. Ya ulama yoki islom hokimiyati o'tirib chiqdi, ikkidan biri bo'ldi. Bo'lmasa, men uni tashlamayman. Va hadal jihad inma yaqum bihi ala marr az-zaman ta'ifatan yu'abbiru anha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biqawlihi fima rawahu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mush turli jihadni har davrda bir guruh mu'min ilib bordi. Rasulullah bularni qanday sifatlab, qanday ta'bir bergan bo'lib qarta. Mushu Umar ibn al-Khattab rivoyat qilgan hadisda Rasulullah bunda bir ifodalagan buni. Ash guruhnicho la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina lil-haqqi hatta taqum as-sa'a. Ta qiyomat qopgan qadar mening ummatimdan bir guruh izchil turda haq ustida turdi dedi. Ya'ni o'zlari bilan qarshilashuvchilar ustida izchil turda ustin kelib haq yo'lda unda turdi demoqchi. Va fi rivoyatin ukhra an Jabir radhiyallohu anhu فيما أخرجه مسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. من أمتمن bir taife, bir grup haq ustida aslında urush qilib, izchil turda ustun bo'lib turdi qiyomat kuni qadar. Qur'onda urush qilishni yuqatilun degan ma'noda Qur'onda urush ko'rsatdi. Chunki ayat tag'ir biliyat dedi-ku, qululan degan gap shu munosib ekan. وفي رواية ثالثة شنج بالرواية في أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما متفق عليه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. تاك الله من أمريكا هاجين قدر من أمتهم bir grup kişi hak üstüde izli durdu. Karşılaşmışlar karşı shularning ustida g'alba qilgan holat turdi. Va hum zahirun, ular shunda g'alba qilgan holatda, ustun turgan holatda edi. Bu hadisga amrulloh nima iborat? Allohning amriga keldi. Bu amri nima? Qiyomat boshlig'iga bir shamol chiqdi. Shamol chiqib mu'minlarning ruhlarini qabul qildi. Shu amrulloh. Shamol mu'minlarning ruhlarini qabul qilgan jinni oldigan shamol. Demak shu qadar mu'min bor. Va uni shayxni cho'ng tutib qarshilashning adabini berib bunda nima turdi. Ani shamol chiqqanda bir mu'min qolmaydi. Uni tuydi deganga. Boshida kirchani ularga sirchalganda. O'shadan mana shunda dahshat nima bilan uni ishi chata qildi. Chunki mu'minlar hozirgacha chata ish yuz berishdi ilgari, asta mayanga olib ketdi.
Ağla dünya peygamda gün mayını çıkmadan ısıp ketip ısık ölemda çıkıp asmandan yağamda uçadaki dehşetli yakındı. Ve hâzihil akval bimana vahid. Muşu hadiske'ye muşu ibarlarımızdan mezmunu bir dedi. Bu bolsun inne cihadahum lillah ve fi sebilillah. Ularning aş ko'rsatgan jihadi tirishchanligi bütün şirketlere Allah uchun bo'lgan va Allah yo'lida bo'lgan. Yestamidduna mabadi'ahu min al-Qur'an al-Karim va min aqwal ar-Rasul sallallohu alayhi vasallam. Bunun prinsiplarini, jihadning prinsiplarini Qur'on Karim va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlaridan oladi dedi. Yestamid degan shunda oladi degan. İnnahum yestamiddunaha ular o'zi tutgan yo'lning prinsiplarini, jihadining prinsiplarini nimadan oladi bo'lsa, min imanihim bima anzalallohu ta'ala ala lisan xayrir rusul fi hadhihi risalatil khalidatil khatima. Mush oxiratda mangu qoladigan payg'ambarlikda ilatilgan payg'ambarlarning eng afzal bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning til orqali Alloh taolo tushirgan Qur'on Karimga ishongan iymonidan oladi buni dedi. وهم يسارعون الباطل أينما وجدوه. Ular batılını qayerda ko'rmasa, ularni kurash qiladi, ilishidi. Yusari'una fil aqida. U batılın aqidada ilishidi. Va fi madhabi kulli maddiyin munharifin an aqidatil islam. Yana islom aqidasidan qing'ir-sing'ir ketib qolgan, burilib ketib qolgan yoki chiqib qolgan maddizm, materializmchi anda badbaxtlarning mazhabidimi kurash qiladi. Maddi degan materializmcha. Tamassala fi Marx aw fi Lenin. Marx va Lenin da gavdalangan ashunda maddizmchilar mazhabilarmanchi. Al munkirina li vujudillahi taala. Allohning borlig'ini inkor qilgan, tanadigan mush badbaxtlarning mazhabida kurash qiladi. Marx, Engels, Lenin. Mavlamlik materializmchi tarihi muqarrarlik nazariyani o'tirib qo'yganlar. Darwin u tadrijiy taraqqiyot nazariyasini o'tirib qo'ygan. Inson maymundan taraqqiy qilgan. Bu ko'rmagan narsaga ishonmaslik bu tarixiy ilmiy haqiqat farqi zid bir narsa. Masalan dunyo qanday paydo bo'lgan siz ko'rmadingizmi? Sen ko'rmading. Ko'rmagankan men bilmayman degansan. Lekin bu ava boshidagi bir modullar gün qilib saqlablam undalarni paydo qilgan sen shuni qarab turganmisan? Yo'q. Demak, asl ilmiy qoida bo'yicha ko'rmagan narsa bu yo'q demay, yo'q deganlik u saranglik. Bilmayman deyish kerak. Balki bo'lishi mumkin, sen ko'rmagan ular. Masalan, uyda bir jingni isib ketdi, topolmadik. Ha? Bir payqamizdan bir pay isib ketdi, topolmaymiz hozir. Sen uyda faqat izlab topolmadik, yo'q. Lekin yer bor. Demak, topolmaslik ya ko'rmaganlik yo'qligimiz. Inna adamul vujdan la yadullu ala adamul vujud. Anda bir prinsip var. İslam ulemalarining muhtan. Bir narsani topolmaslik, bir narsani topilmaslikda yo'qligini bilmaydi. Bu narsa bor. Biz topolmadik. Demak u paypoq o'zi yo'q deganlik bo'landa amaliyoti bor. Shu ilmiy qoida bo'yicha sen dunyo qanday paydo bo'lgan, shu paydo bo'lish jarayoni ustida sen yo'qdan ko'rmagansan. Ko'rmagan ekan unda da inkar qilmayman, bilmayman desa, qoida bo'yicha. Yo'q, bundalar o'zgarib qoldi. Demak, sen ko'rmagan narsaga bino divagan bo'ldingiz. Ashahidu xalqahum dedi. Qur'on Karimda uni yaratganni uni ko'ratganmi, ustida turibganmi? Chunki ilmiy narsani isbotlash uchun bu bizdagi tuyg'u a'zolarimi umr yo'l. Ondan ishonchli birisining xabar berishimi umr yo'l. Bizga ishonchli payg'ambar keldi, xabar berdi. Bu ilmiy usul. Hozir bu materializmchilarning tarixiy dialekt, tarixiy muqarrarlik nazariyati hammasi axlatdan nuqsirkan muzikani aylanib qoldi. Buni faqat lamda atizmlik, nima qilib qoldi. Darvin nazariyasini vaqt axlatdan chiqib qoldi. Faqat lam bizning vujudda maktabda hozir qadar uni eski cho'riqni tashlama deb turadi. Uning boshqa o'rniga solganimiz bo'lmadi, desmayız bo'lmadi. Fizika dunyosida bu maxsus fan ajraldirilgan. Yo'qni biz ko'rmagan narsalar borkan deb bek taraqqiy qilayotgan sabab bu. Biz ko'rmaydigan narsalar mavjud degan. Cho'ng kun, oy, Mars nima deydigan necha cho'ng nimani sayyoralarga keyin buni nechini ikki qildi. 7 keyin 9 oldi masalan. 7 degan chaqda ishqi yo'qmi-da? Batda shu. Lekin sen bilmading, sen ko'rmagan, bilmagan. Asli batda.
Yani adamın da siz düşünüp yetken tanıgandan başlayan nurgun nasıl var? Sen bilginin şeye kadar. Markes ev filinin. Kapital diyen kitap kimin kitabı? Asıl bu Markes. Bula Avrupa'daki neziriyatçılar. Bu neziriyat oturup olan kim? Asıl Germaniyada işler en kök şu çağda. Sanadı müstarakı. Germaniyada tatlıklarımız da planlap dümkıysa, Germaniyada o bek akmay, Rusya'da bu Lenin tatlıklar ketken. Bolşevikler. Lenin tatlıklıgan. Hani bizim diyarımızda Mavuz'dan o tatlıklıdı. Hazır bana bu tarihte ahlak sandıklığı şöyle o yer ketip oldumdu. El-Munkirine li vücudillahi ta'ala. Allah'ın varlığını inkar kılan. Aslında bedbahtları. ويسارعون الباطل في كل المذاهب الأخلاقية التي تتنافى مع الإسلام. يعني إسلام غزت كالدغان أخلاقي إقملا مذهبلا ولم تشدود. إسلام أخلاقي كالدغان مذهبلا قيسا وأخلاقي مذهبلا مذهب. مثل فرويدنا يعني Durkheim'nin nazariyası nahayete xatarlık nazariyalar. Freud degene insanın bütün o xiyala hemminimizi oturab kopuşup bütün nimasi bu şu eraylı cinsi münasebet İslam buldu deb qaraydi. Sevaun wujudat hadhihi al-madhahib fi ash-sharq aw fi al-gharb. Bu çatak yakınla şarkta olsun, garipte olsun. Bak bu insan hazır diğerlerimiz garipten çıkan yakınlar bunlar. Şarkta mı aydınlığa kalgaç yakınlar nurgunu bağlı. Demek şu Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den, özün imanıdan tavlap algan prensipler arkalı bunda batıl ekimlerle kurashib turdi. Ve hum yusari'un al-batila mumassilan fi kulli al-madahib al-iqtisadiyya allati tahjumu ala al-mujtama'. Yani vayron qilishga hujum qilgan iqtisodiy madhablarda gavdlangan har turli batıl bilan kurash qiladi. Iqtisodiy madhab deganimiz shu Markes inglizning mazhablari. Çünkü Markes kapital, sermaye degandek ma'noda kitap yozgan. Kapital degan kitap shu. Çünkü kapitalizm degan ashuni kirib chiqdi. Rasmaliya deymiz. Bu mazhab iqtisodiy qanday qiladi? Fatujarridu jami' afradi min kulli ma yamlikun iqara maman. Shu jamiyatdagi har bir kishiningki igilikida bo'lgan hamma narsadan uni musodir qilib mahrum qilib qo'ydi. Zamin olsa musodir qilgan, mol-mulk olsa hamma narsa kollektivning. O shaxsiy mulk degan narsa yo'q. To'g'ri shu diyorimizdagi pumush kitap butun zaminlarni, uylarni musodir qilib o'tgan, mol-mulkni musodir qilib o'tgan. Odatda bir odam chiqib bir narsa sotolmaydi. Uyda bir qo'y so'yg'ilib bo'lmaydi. Biz kichik vaqtida qo'y so'yib qolsa, ishni taqib o'tib, hamma bexatar qilgandan keyin qo'yni so'yib, pak-pak yuvishtirib, uning go'shtini biz ko'rib qolsa, uzun chiqib qo'ydi. Uydan da bir 2 kilo gilam ortiq turadigan mumkin emas. Gilamni yo'lga tiqib aparatladi. Andım yağ guruch satılganlar uch satanmay, alqini guruchni bir siqim guruchni nim qilib, bajadini qilib, ko'rsatib chiqib, oq ko'childi joy kirib, ashadasta donat turib qilsa. Xotanda, mush qashqadan o'zida xotanda damanni paxta chabanning ichiga tiqib satqinga kelgan. Qashqadan mush gizdinanni paxta chabanning ichiga qilib, sotdi. Bir adamning ona shaxsiy dükkanı yoktu. Ya bir kebap dükkanı, ya bir marajna dükkanı yoktu shaxsiy. Shaxsiy dükkan deganlar 82-yili taqamda hukumatning balki ba'zida ashxonlar bor, lekin unda sirtiymek, kishmak qildish yo'q. Shu shaxsiy egilik degan narsa asosi yo'q. Hamma narsa unda shu'i degan gap shuni kirib chiqqan. Hamma narsa hammaga teng unda shai'a deymiz. O'rtaq. Hatta bu Sovetda Erkut'un silahını asli yoktu etmekçiz bu. Komünizm. Erkut'un nasıl ortak oldu? Asli şu an ne olursa şu. O şahsi bir adamın o mağnun uya, mağnun ki belçütte mağnun ayağının derken nasılmaydı. Hemimiz şu'i oldu. İbahiye asli. Çünkü o derdeki itemmeyi dünya dikkatli de biçarlar. Yani sosyalizm devriyle mi kesip kaldı? Komünizm devri itemmedi. O komünizm devri kuddan dünyadaki bir cennet. Ya ki Farabi'nin olsak, Medine Fadiler yerine dinlersin. Bu İslam nimeti degan Xudo qarsak, ashunda ahli qarsak haqiqiy katta ne'mat. Iqar degan yer mulk degan. Shun shirkatlar iqarat, uy mulk, zamin degan ma'noda. Uy mulk zaminni tartib keyin badg'u qatnan yozildi.
Ve kullu maktasabahu'l fardu bi juhdihi ve irqi. Özünün taraq qızıb tirişçilik tapqan narsani hamını tatib algan, musadir qilgan. Ve la tasmahu lahu bi muzavalat ay nashatin maliyin hur. Erkin bir mali faaliyet ilib turishga, muzavalatga shug'ullanishga ruxsat qilmaydi dedi. Mali degan tijorat, pul mol setishlik erkin faaliyet ilib bir hozirda butunlay ta'til bo'ldi. Qandaqda jiq pul topsam bo'ldi deb shunday shubha. Mashina olgan chog'da rolnoma bir kirib kelib qoldim, rolni bir qarat qanda bo'ldi. Maqirga o'tib ketdi-ku, hozir maqirga o'tib ketdi. O'tirdimmi? Hozir ma kapitalizm nimisan? Bunda qandaq qilsang qilib boshqani yenjib o'tib ketsang, pulni jiq topsang bo'ldi deydi. Rahim shafqat unda insonchilik dunyosi. وهم يستمسكون بالحق في وجه كل منحرف عن التشريع الإسلامي. يعني أولاد جمز أشوا أمر معروف قلب مش إسلام برنسبة چن تردغالله هكذا چن تردو نمجي قرشدا يقبسا في وجه كل منحرف عن التشريع. إسلام قانون دم çetnep ketken her qandaq badbaxtning qarshiliqida haqni ching tuttirdi. Medeniyen kan hada tashri'u am jinoiy aw jinoiyan. Bu qonun jinoiy qonun bo'lib qolsin yoki odatdagi ijtimoiy madaniyatda emas, jinoiy qonun boshqana ijtimoiy qonun bo'lsin. Qanday qonun bo'lsin, islom qonunidan çetnep ketganlarning qarshisida haqni ching tuttirdi. وهذه الطائفة التي تقوم على الحق أنا مش حق الصدى إزل تدغى مشتايفة ما شدينا فيها الأثرياء والفقراء بايلهم با كم بغلهم باغر بايوسام سن نرتو ديران جبلو باي مشدو كم بغل مشد وفيها المثقفون في أي مكان من كانوا خيار بولنسان ونوشي زياليلهم با والكتاب يزغجلا من مختلف الطبقات باي كم بغل شاهلك olsun ezdim olsun nalik olsun yazgıcı kalemkeşlim var idi. İnne simata hadi taifatul asliye muşu asli sigi tahkik tutaskan muşu taifanınki belgisi, simadgen belgisi alameti ennen dalaha fi sebil hak. Bunun nişanısı nima? Bunun körüşü hak yolda. Hak yolda buluşu muşu nişanısı. وما كانت ثورة مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه إمام حسين رضي الله عنه كي انقلابه وأمويلا خلافه قرش انقلابه إلا ثورة العدالة في وجه الظلم شو ظلم قرش عدالة انقلابه دم بسنا تمسته وثورة الحق في وجه الباطل باطل قرش حقنا انقلابه إده وما كانت قط صراع طبقات وهرجز ما سنبي كراش مسلسة مسلسة وكان في جيش الحسين رضي الله عنه جند من كل الطبقات حسين رضي الله عنه منك لشكال الشدة قشود الشدة هم طبقدن أسكال باته وكان في جيش المحاربين له جند من كل الطبقات Eldirte Hüseyin'e karşı kuraş qilgan, uruşqan leşkerler şide bu hem tabaqadan kişiler battı. Ve ba'du feyekulu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqorqilardan keyin hamda oxirda gapning shuna bo'lsak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: "Vallahi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi." Allah'dan qasamki biringlar mu'min bo'lmaydi taki uning butun havoy havas xohishi arzu arman ashunlarning hammasi ko'ngil moyilligi men ilib kelgan narsaga ergashmaguncha mu'min bo'lmaydi. Rasululloh manda desa islom manda desa ko'nglim man tatdi. Menimcha manda digil tusanlar mu'min bo'lmaydilar. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Allah ve Resulullah bir narsını belgelirse mümin bulgan kişi yak man hal ettim, bunu kılmaydım, man yaptım dediğin da dese bulmaydı. Ve yekulullahu Teala ve men ya'tasim billahi faqad hudiya ila sıratın müstakim. Yani Allah kitabı çın tutkan kişi o doğru yolga hidayet kılıngan buludu. Yani İslam'da da sınıfi kuraş degandek qalaydigan gaplar mavjud emas. Bu xutamda
insoniyatning tarixida bunda bir qarabet qilib bir tushkirab keyin o'g'ilib ketganidek bo'ldi. O'sha kommunizmning 70-80 yillik tarixini o'qisak, qarayotganda bir ish bo'lib, unutilib ketdi. Hozir unday gap yo'q. Valhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.